Hammaga salom. Dunyoda qiziqarli mavzular juda ko'p. Men esa ularning orasidan hozir e'tiborimni tortgan bir mavzuga birozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Bu mavzu inson haqida. Demak, inson o'zi kim? U nima uchun yashaydi? Va nima uchun vafot etadi? Bu juda qiziqarli mavzu, to'g'rimi? Biz hozir o'zimizda bor deb hisoblayotgan imkoniyatlarimiz bu hammasimi? Yoki biz o'zimiz bilmaydigan, hali dunyo yuzini ko'rmagan qobiliyatlarimiz ham bormikin? Bu juda uzoq o'ylasa bo'ladigan ajoyib va qiziqarli mavzu. Lekin men hozir bunga birozgina to'xtalib o'taman. Shunaqa. Mening shaxsiy fikrimga ko'ra, har bitta inson 3 qismga ajraladi. Birinchisi, uning hamma uchun ko'rinib turgan yer yuzidagi tanasi, jismi, birinchi mavjudlik. Ikkinchisi, insonning ruhi, u ikkinchi mavjudlik. Uchinchisi esa insonning qalbi, u uchinchi mavjudlik. Endi birinchisidan boshlaylik. Insonning jismi, tanasi. U organlardan tashkil topgan, turlicha yurak, buyrak, miya, qo'l, oyoq, tomoq, ko'z, bu va hokazo. Xullas kalom shunaqa. Agar ular kasal bo'lsa, inson tibbiy yordamga, tibbiy ko'rikka muhtoj bo'lib qoladi. Ularning kasal bo'lishi bu tabiiy va isbotlangan hol. Inson tana a'zolari kasal bo'lganda tibbiyotga, shifoxonaga, meditsinaga murojaat etadi va tibbiy yo'l bilan u muolaja olib tuzaladi.